yomon bo'ldinglar. Bitta joyda ovqat yedinglar. Men ikkalingni ham yomon ko'raman o'zi, bilasan. Ovqat yedinglar, bitta uyda yotdinglar. Kerak bo'lsa bittasini borib dirsilatgansanlar. Gap unda emas. Prosta o'sha paytda ochilmagan kodlar bugungi kunga ochilsa, u ikki tarafga minus gap. Ikkala tarafga urushmaylar, kerak emas. Ro'za Ramazon kunlari bir-birini Alloh uchun kechir, esdan chiqar, tamom. Agar shuning uchun aytdim. Gapni eshiting bir minut. Primoy efirda mana menda videoni montajlashyapti-ki, menda videoning to'lig'i bor. Men sizga hozir videosini qo'yib beraman. Nasim aka tashlab berdi. Nasim aka, sizning o'g'ayingiz Nasim aka video to'lig'ini topibdi mana. Mana originali bo'lgan ekan. Mana original hech qanday muzikasiz kesilmagan. Qarab turing. Telegramchadan davom. Menda bor original. Mana original. Menda bor original, Sardor. Shu videolarda hammasini montajlayishdi. Mana uzilmagan, kesilmagan, Telegramdan dumaloqcha qilib tashlab berganman, qarang. Menda ham bor. Qarang, gap tema nima haqida bo'lyapti aka, qarang. Bu tema nimadan chiqdi? Bir kun oldin biza bir oy oldinmi ikkalamiz chiqqanmiz Gostida Uzbekistan tanisa. Ikkalamiz, uchalamiz urushib qolgan paytimiz garashtirdi-da Uzbekistan bilan aytdi, bo'ldi, bir-birlaringni gapirmaysizlar, bir-birlaringni umuman ismlaringni olmaysizlar og'ziga. Umuman nima bo'lgan taqdirda ham, xo'p. Men uxlayapman. Men yotibman. Menga tinmay zapis kelyapti aka, zapislar kelyapti. Bu efirda TikTokdagi hijobli, hijobsiz, mana shunday WhatsAppda yechini yurgan qizlarga videoga qilib gapirgan. Keyin ona shermi degani ko'tarilgan oldiga. Ona sher ko'tarilgan. Videoni boshdan oxirigacha bor, 1,5 soat menda. To'lig'i bor aka, to'lig'i. Sardor gapirdi. Sardor Hoji buvada uni gapini olamiz. Shahati yaxshi aqlli qiz ekan, unday deb meni suvni tilga olib gapiryapti aka. Tushunyapsizmi? Men buni bir joyda gapirganim yo'q. Bir joyda ismini, bir joyda so'zini, buni oilasini, buni narsasini gapirganim yo'q. Endi eshiting. Keyin lentani listat qilyapman, video chiqib qolyapti. O'zi Gostida o'zimiz akalar bilan guringlashib o'tiribmiz. Men bilaman, mana cho'chqani qaranglar, nima degan deyapman. Gap o'sha videosini ko'rganimdan bo'lyapti. Yoqtimda kamerani, videosini shunday qo'yib berdim. Boshqa hech narsa deganim yo'q. 1 soat o'tganmi, 1 soat o'tmaganmi, primoy efirga videolar qo'yilgan, profilga videolar qo'yilgan, efir ochilgan. Oila, xotin, bala, chaqa, ona, qarindosh, urug', uka, palon, piston tema o'shandan boshlangan. Yolg'on gapirmay, videoga bilan agar o'sha gap yolg'on bo'lsa, gapimni eshitib turing endi aka. Sen gapirib berding, men gapirib beraman. Yolg'on gapirma. Shoshma. Aka, menga 100 lab video qo'ygan. 100 lab. Minglab video qo'ygan, biron tahdid qilmagan. Shuni Instagramda yoqtimda. Mana video. Bu nima deyapti? Ro'za Ramazonga sizlarga salom bor ekan, dedi. Bitta Instagramga video jo'ladim. O'sha meni so'kib o'tirganini ko'rib, men kelib olishmadim, men kelib tortishmadim, xo'p dedim. Bitta videoni qo'ydim. Aka mana xalq turibdi, bir og'iz birinchi kun ham so'kilmadim. 24 soat yub odamni ko'tarib olib, ular meni so'kdi. Aziz keldi. Oilangni gapirayotganini eshitdim. Sen gapirmayapsan, lekin dedi, sen pravsan, biz uchun shuni kechir. Gostiga chiqardim aka, gostiga chiqardim. Chiroyli gapiramiz desam, qanday qilib gapirdi, tushirib yubordim. Bor dedim, qumcha-qumchang uyni. Aka, tarqatib bo'ldi Amirxonlar mana u video. Mana u narsani men kashf qilganman-da bularni. Men xato qilganman o'sha narsani. Men kashf qilganman mana narsalarni. Tushunyapsizmi? Mana litsolarni men kashf qilganman. Sen hayotda kashf qilmagansan bu narsani. Jimgina turing, yoshilma. Qarang. Sen kashf qilolmaysan ham. Qilolmaysan ham. To'rtta ham tema qilib to'xtamayapti, ittalab ham to'xtamayapti. Kechga soat 4 dan boshlagan, kechasi 10 gacha gapirib chiqqan, men jim turdim. Oxiriga olib ketdi. Oiladan shunday efirda ochdimda, rosa so'kdim. Yarim soat to'xtovsiz shuni so'kdim. Bir marta video qo'yib so'kdim. Bir marta kecha efirda yarim soat so'kdim. Kecha soat 1da menga mana shu yerda TikTokda turgan video
Ya Musayev bu terpiylarni qarang-da. Hozir bilad, men Amirxonga videoda tarqatib bo'ldim demayapti bu. Bu yiban Amirxonga videoda tarqatib bo'lib, hamma joyga e'lantirib bo'lib, keyin meni gostiga chaqirishyapti. Mendan uzr so'rasin, men videolarni o'chirtiraman keyin deyapti. Men nimaga bu yibandan uzr so'rayman? Nimasidan uzr so'rayman bu terpiylarni? Ha? Nimasidan uzr so'rayman buni? Ayting. Bu Instagramga tarqatib bo'lyapti, kesib videoni. Yana men bundan uzr so'rashim kerak ekan. Buni o'zi Namanganlik bir cho'loq Bonu degan qiz xos ko'taraman. O'ynashdan bo'lgan harom bola o'ttirgan, nogiron, invalid deb haqoratlagan mana videosi bor, qo'yib beraman aka. Men. Voy, erta Bonu degan ism ham bo'lmagan. Qachondan beri qizlarni himoya qilyapti. Saniki ham gap, buniki ham gap. Nechta qizni enasini amiga tashladi, o'tigacha. Hozirga, to'xtang. Dalba yo'q, qanaqa mavzuga ketyapsan? Yiban, nima deyapsan sen? Mol. Tupoy. Sen nima kimingga tenglashtiryapsan unaqa qanchiqlarni? Lali. Sen o'tiruvding, bitta kipgacha bir $10, $8 pul ushlab, o'zing og'zing bilan aytibsan. Sardorda voy, nima bo'lgan taqdirda ham, nima bo'lgan taqdirda ham. Yaxshi kuningga bersin. Bitta terpiylarni qilma. Kuningga bersin. Meni sukuma pul topayapsan. Qarab, o'ylan. Yana meni yo'qollaysan. Daden Azizga telefon qilmasin, menga qilsin. Bir minut, xo'jaga bo'ldi, yig'ishtiring. Meni nomerim bor. Daden menga telefon qilmasin. Kip beruvchi meni sukding o'ylandan kelib. Mani dadam chiqmayapti senga ko'p. Voy, mani dadam erkak. Mani dadam o'g'lini orqasidan chiqmayapti ko'p. Onangni yubkasini kiysan xo'rami? Biron marta bunga video qilishni shunday ochib oladi, odamni kamayib qolsa meni Bidaras. odamni kamayib qolsa meni yolg'on bo'lmagan bu. Sen kimsan sen? Mol, men seni tema qilaman. Gandon. Sen kimsan sen? Men seni tema qilaman. Pidaras. Shahatim bilan fahishni targ'ibot qilib onlaynga qo'ydinglarmi? Ha? Onlaynda narsani muhokama qilamiz. O'sha narsani aytaman, Sardor. Chiqaq. Qara, endi men tuguba o'zimni fikrimni bitta gapimni aytaman, noto'g'richiman. Ana buni kimligini bilasan? Yo, seni kimligingni biladi. Men o'sha narsani aytaman. Yo, o'sha narsani aytaman. Qaranglar. Oy, Sardor. Boshidan o'sha aka-ukachilik bo'lgan, bir-biringlarni aybinglarni yopib kelgansizlar. Uni ham sen ham bilasan, u ham biladi. Ro'za Ramazon kunlari prosta oilalar qo'shilib ketyapti. Tushunding, Sardor? Sani oilang qo'shilyapti, buni oilasi qo'shilyapti. Oilani prosta temanglarda yig'ishtirib olinglar ro'za kuni. Voy Musayev, bu pedofil gapni tushunmaydi. Bu Lulini bolasi gapni tushunmaydi, biladi. Bu tushunsa ekan koshki. Endi Bonu deyapti, endi bir narsa deyapti.